Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli samarqandlik bizlarni kuzatib boruvchilar va hurmatli sabzi ekadigan dehqonlarimiz. Biz 2025-yil 8-may kuni biz Samarqand viloyati Toyloq tumaniga tashrif buyurdik. Toyloq tumanida bir necha yildan beri ham urug' sotadilar, ham o'zlari dehqonchilik qiladilar. Orifbek akam bilan uchrashdik. Orifbek akam bilan bir ikkita savollarimiz bor. Ayniqsa Samarqand viloyatida ochiq dala hamda issiqxona sabzilarning ekilish muddati, ularni oziqlantirish, ularni sug'orish va hokazo mavzularda gaplashishni reja qilgan edik. Assalomu alaykum Orifbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum salom. Orifbek aka, bizga shu Samarqand viloyati ayniqsa Toyloqda sabzi duragaylar, mana qishki sabzi duragaylari qaysi paytda ekiladi? Avval shundan boshlaylik-da, keyin yana davom ettirsak suhbatimizni. Juda ham to'g'ri savol aytdingiz. Hozir aslida Samarqandda noyabr, dekabr oylari, hozirgi kunga kelib yanvar oyida ham sabzi urug'larimizni qadayapmiz. Endi sabzi urug'larimizni turli xil navlari bor-da, mana Taki kompaniyasini Tangrina urug'i bor, Prominence urug'i bor, Carolina urug'i bor. Yana yangi sortlari Five-H degan. Bularni dehqonlarimiz tanlashdan maqsad bularning kuni farqi bor. Misolga 90 kundan boshlab 130 kungacha boyagi vegetatsiya davrini o'taydi. O'sha muhim vazifalardan bittasi bu urug'ni qadagandan keyin o'sha chiqqan holatidan bu to terimgacha. Bizda Samarqandda urug' sabzi urug'lari ikki xil paytda ekiladi. Mana bu kuzda, qish mavsumida ekiladi, keyin bahor mavsumida ekiladi. Kuz mavsumida mana shu Tangrina navi, Prominence va Carolina navlari shu noyabr, dekabr oylarida ekilsa, issiqxonada ekiladi. Issiqxonada ekilsa agar, uni terim davri shu aprel oylaridan boshlab, 21-martdan boshlanadi aslida, donalabga boshlanadi, keyin kiloga o'tadi. Aprel, shu mayda 20-larigacha o'sha issiqxonaga ekilgan sabzilarimiz tayyor holatda sotuvga chiqadi. Hosildorliklari haqida nima, qancha urug' ekiladi o'zi issiqxonada? 1 gektar deylik issiqxonada ekilsa. O'zi 1 gektar maydonga sizlar 10 pachka, 8 pachkadan 10 pachkagacha ekadi. Ya'ni 800 mingtadan 1 milliontagacha urug' ekiladi. Ekiladi. Bir pachkamizda 100 mingta urug' bor. Bir pachka 10 sotiqdan 12 sotiqqacha ekiladi. Ekilish tartibi bunday. Bu nimaga urug' sarfi ko'p ketadi, kam ketadi? Qo'lda ekiladi, keyin zamonaviy selkalar orqali ham ekiladi. Endi bizlarda Samarqandlik dehqonlar ko'p yerdan unumli foydalanish maqsadida qo'lda ekishni afzal bilishadi. Chunki boyagi 7 ga 5, 5 ga 5, 6 ga 5 razmerlari bor. Shu razmerda ekib, urug'ni qadab, shunga yarasha boyagi atrofidagi hosildorlikka nisbatan 2-3 ta urug' bir joyga tushib qolmaslikni oldini olish maqsadiga shu shablon qilib ekiladi ular. Tushunarli. Hosildorliklari haqida taxminan qancha hosildorlik olishadi? Sotig'idanmi yoki gektardan? Hozir sotig'idan shu kecha kunduzgacha 1 tonnagacha urug' hosil olyapti. Buni yashirish hojati yo'q. Boyagi videolarga ham qo'ydik. Shu mana shu Tangrinadan yuqori hosildorlik olishyapti. Prominence Tangrinadan. Bahorgi ekilish mavsumi qaysi paytdan boshlanadi? Ayniqsa ochiq dalada endi. Ochiq dalada mana ob-havo sharoitiga qarab, aslida u shu yil misolga 20-fevrallardan o'zi ekilish boshlanib ketdi. Endi ekishda, endi o'zlaringiz bilasizlar, issiq yerga o'tmasa bu urug' turaveradi-da. Endi bahorga yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Dehqonlar shu yerda yetilganidan foydalanib ekib qoladi. Fevralda shu 15lardan keyin urug' qadaladi. Endi bizlarga ko'p dehqonlarga ma'qul taraf shu martga ekkani ma'qulroq. Martga eksa, demak martni boshi bilan ochiq dalaga ekiladi. Imkoniyat yaxshiroq bo'lsa agar, boyagi yerga martga urug'ni qadagan ma'qulroq. Yer yetilib nima bo'lsa, avgust oylariga yetmasdan shu mart oyiga ekilgan bo'lsa, shu hosildorligini terim davri boshlanadi. Mart oyida ekilsa, demak bu terim jarayonimiz qaysi oyga to'g'ri keladi sizlarda? Agar hozir mana Tangrina sortini eksa, misolga shu 100 kunda o'zi terimga yetib keladi. Urug'
yerdan chiqqandan hisoblanadi. Ekilganda emas, yerdan chiqqandan hisoblanadi. Mazkur dalamizda tangerina qaysi paytda ekilgan Orif aka bu yerda? Bu 2025-yil 10-mart, 11-mart kunlari ekilgan. Azizlar, masalan 95 kundan 105 kun oralig'ida tangerinani tayyor bo'lish muddati desak, bugun 60-kunda turibmiz, ya'ni 60 kun bo'lgan ekilganiga. Biz keyinchalik yana tangerina tayyor bo'lgandan keyin xuddi shu maydondan terim jarayonini ham hosildorliklari bo'yicha ham sizlarga ma'lumot beramiz. Orifbek aka, navbatdagi savolimiz agrotexnikasi haqida. Misol uchun mana tangerina maydonida turibmiz hozir, ekilgan joyda. Qanday agrotexnika amalga oshiriladi? Yaxshi savol bo'ldi. Avval yer tayyorlanayotgan paytga gektariga 400 kilodan amafos beriladi. Urug' ekilgandan keyin boyagi gerbisiddan foydalanamiz. Qaysi gerbisid? Endi har xil holatga qarab tushunadi. Shu o'tga ko'pincha stompdan gerbisiddan foydalanamiz, originaldan. Shu urug'ni qaytagandan keyin va begona o'tlarni bu sabzimiz chiqquncha begona o'tlardan himoya qilib turadi. Undan keyingi agrotexnikalarimiz ariqni ichida kultivasiya qilib, nima qilib, bir sira kultivasiya qilib boyagi karbamid, selitradan ko'p foydalanilmaydi. Tushunarli. Chunki nimaga? Yorilish nimasi ehtiyoji baland bo'lib ketishi mumkin. Sabzida. Endi sabzimizda ham misolga prominens, tangerina va karolina dedik-ku. Endi tangerinalarga bo'ladi. Karolinaga sal xavfliroq, chunki namgarligi baland bo'lib ketsa, boyagi yorilish paydo bo'lishi mumkin. Boyagi yorilish, havo issiqda oshqo'darlarga kerakli paytga suv bera olmay qolishi mumkin dehqon. Aytilgan paytga shu ishlovni bera ol, 1-2 kun kechikishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda iloji boricha shu yerni tayyorlayotgan paytiga boyagi nimalar go'ng deymiz, shular bilan ham mahalliy go'nglardan ajratib beramiz. Keyin yerimizda sho'rlik bo'lmasligi kerak sabzimizga. Mana muhim joylar, aziz kuzatuvchilar, yerda sho'r bo'lmasligi kerak. Agar sho'r baland bo'lsa, boyagi sabzilarimiz xatolik bo'lib qoladi. Mana bunday to'liq bo'lmaydi. Ochilib qoladi, bu to'liq bu. Ha, u sho'r kesadi. Mana bu yerda mana shunaqa holat mana turibdi-ku. Bu mineral o'g'itdan keyingi holatda sho'rda bu. O'zi yerda sho'r yo'q. Boyagi mineral o'g'itlarda bo'ladi. Oxirida yuvilganda bu yerda qaytib shunaqa bo'lgan. Asovno kapelni bilan sug'uradigan dehqonlarga bu muammo bo'lmaydi, chunki sho'r pastga qarab ketadi. Sabziga shunisiga e'tiborliroq bo'lsa, qolgan nimalarini barakdan ham 1-2 marta ishlov beriladi. Shu Compexpo Avannatur ozuqasidan aminokislotali o'g'itlar, asosan o'g'itlar, tushunarli. Shulardan foydalansa yaxshiroq. Foydalansa bu foydalanish tartibi qanday? Hozir tagiga boyagi sabzi hosil bo'ldi-ku, mana. Hozir ko'ryapsiz. Mevasi hosil bo'lgandan keyin hosil bo'lyapti mana. Mana 60 kunlik holati masalan hozir, ha? Mana hosil bo'ladi. Mana shu hosil bo'lganda berishni boshlasa bo'ladi. Sabziga berishni boshlasa bo'ladi. Iloji boricha shu namligini ko'p qochirmaslik kerak sabzini. Muhim narsa namlik emas. Endi qachon qochiradi? Boyagi bir ishlov berib, agrotexnikalardan chiqarib, o'tlardan baribir o'taladi-ku. Shu holatda bir sal nima bo'ladi, keyin shundan keyin davom etib ketaveramiz. Qolgan kasalliklarga chidamliligi, kasalliklarga qarshi kurash qanaqa? Bu ham yaxshi savol bo'ldi. Hozir shu kecha kunduzda endi kasallikka duch kelganimiz yo'q. Endi urug'da ham bir kasallikka qarshi emlanishi bo'ladi-ku baribir. Shu tarafdan bu taki urug'lari yaxshi, kasallikka chidamliroq. Azizlar, urug'lar ko'pincha haqiqatan ham kasalliklarga emlangan bo'ladi. Ayniqsa oxirgi chiqqan kasalliklarga, mana ko'pincha sabzida uchraydi alternariya kasalligi. O'sha kasalliklarga ham zamburug'lik kasalligi deysizmi, boshqa kasalliklarga juda ham yaxshi chidamli duraga hisoblanadi. Bu yil 2025-yilda mana yog'ingarchilik deyarli bo'lmadi, kuzatilmadi. Shu yog'ingarchilik kuzatilib haddan ziyod nima bo'lsa, boyagi kasalliklar uchratishimiz mumkin edi. Agar haddan tashqari ko'p yog'ingarchilik bo'lsa, tushunarli. Zamburug'li kasalliklar uchratishimiz mumkin edi. Xudo xolasa, ob-havo juda ham nimaga bog'liq. Tushunarli. Hamma nimani aybni yo urug'dan yo bir nimadan axtarish kerak emas. Ob-havoga ham juda ham bog'liq. Agrotexnikaga, ob-havoga juda ham bog'liq, hurmatli dehqonlar. O'shaning uchun albatta bironta boshqa bir duragay bilan ham
qandaydir kamchiliklar yuzaga keladigan bo'lsa, avvalambor xatoni biz o'zimizdan, ya'ni agrotexnikamizdan, ekinga qaragan shu qanaqa qaraganmiz, atrof muhitdan, tabiatdan, iqlimdan ko'rishimiz kerak. Keyin issiqxonada ba'zi xil holatlar kuzatilyapti. Haddan ziyod boyagi qo'lbola boyagi yopilgan issiqxonalar havo harorati baland bo'lib ketish natijasiga sabzini paraklari o'sib ketishi mumkin. Dehqonlarimiz shunga e'tiborliroq bo'lsa, unaqa holatda xo'p nima maslahat berasiz, nima amaliyotlar qilishlari kerak? Shu ob-havoni boyagi fortishkalarni ochib havolatish kerak. Mana bu issiq kunlarga hozir ham bor-da, endi hozir nima qilinyapti, terim davri bo'lyapti. O'sha terim davriga bir 10 kun, 20 kun qolganda boyagi yopib qo'ymaslik kerak. Havo issiqqa uni ochish kerak. Yonlarini ochib qo'yish kerak, havo yaxshi almashish kerak. Namgarchilik baland bo'lib ketib, issiq baland bo'lib ketib, o'zaklab ketish xavfi yuqori bo'lib ketadi. Mana izlar, bu ham juda bir muhim ma'lumotlardan bo'ldi. Chunki oldingi yilda shu narsani kuzatdik-da, ko'rdik. Bir xil pachkadan 2 kishi bo'lib olib ekdi. Bittasini shunaqa holat bo'lib, bittasiga bo'lmadi. Chunki u urug'dan deb o'yladi, yo urug'dan bo'lmadi-da u. Tushunarli. O'zi agrotexnikadan bo'lgan, agrotexnikadan. Keyin o'zlari xulosani chiqardi. Tushunarli. Keyin noto'g'ri nimadan, haddi barikdan preparatni ko'p, ishlovni ko'p bermaslik kerak. O'zini vaqt soati bor-da. 14 kun, 15 kun o'tib, bir marta qo'llash kerak. Demak, barq orqali qo'llashda, mineral o'g'it deysizmi yoki dorilarni qo'llashda albatta hurmatli kuzatuvchilar juda ehtiyot bo'lish kerak. Mana Orifjon akam aytganday, har 2 haftada bir, ya'ni 14 kunda bir qo'llash. O'zi yevropalik ishlab chiqaruvchilar oziqasini orqasida o'zi yozilgan bo'ladi. Masalan, mana shu Ami Avan Naturda ham Compo Expert kompaniyasining orqasida 14 kundan keyin har 14 kunda bir ishlating, ya'ni 2 haftadan keyin bir ishlating deb maslahat berishadi-da. Demak, siz aytgan fikrga bu qo'shimcha mana yana bir isbot desam bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning sabzi bo'yicha bir qisqagina videomiz shundan iborat edi. Albatta bo'yatganimizdek qo'shimcha savollarni kutib qolamiz sizlardan. Orifjon aka, sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ko'rishibizga xursand bo'ldik. bo'ldik. Terim davriga ham xudo xolasa. Albatta kelamiz terim davriga. Shu poliyamizga, mana shu tangirinamizda terim davrini ham bitta video qilamiz, xudo xolasa. Rahmat.